Mana shu qora ramyonni o'zimizda rosa qidirganimda va nihoyat topdim. Videoni oxirida qayerda olganimni sizlarga ham aytib o'tib ketaman. Bu yerda hech qayerda yo'q, neobычный ramyonlarni ham toparkansizlar. Men o'zimga ikki xil sirliga va qora ramyonni oldim. Ikkalasi ham halol sertifikatga ega va achchiqmas ramyon ekan. Bu joyda ramyonlarni tayyorlab yesanglar ham bo'lar ekan. Menga bu joyda eng yoqqan tarafi ikki xil salat qo'yib qo'yibdi. Bu salatlarda xohlaganinglarcha olib yesanglar bo'ladi. O'sha Koreyaning mashhur kimchi salati va qanaqadir yana boshqacha salati buni bilmadim. Lekin mosh novdasidirmidi, xullas mana shunaqa salatlar qo'yib qo'yishibdi. Bu salatlar tekin, xohlaganinglarcha olib yesanglar bo'lar ekan. Ramyonlarimni oldimda tezlikda taxlab tashladim. Mana shu qora ramyonni bir martaga olib yeb ko'ringlar. Umuman achchiqmas, mazasi juda ham mazali. Faqat qora ramyonni to'g'ri tayyorlashingiz kerak. To'g'ri tayyorlamasanglar bemaza bo'lib qoladi. Qora ramyonni to'g'ri tayyorlashni o'rgataman. Ramyonni o'zini oddiy suvga 2 minutga pishirib olasizlar va suvini to'kib tashlab, mana shu ziravorlarini solib yaxshilab aralashtirasizlar. Mana ramyon ham tayyor. Sirli ramyon ham xuddi shunaqa tayyorlanadi. Endi menga yoqimli ishtaha maza qilib ramyonlarimni yeb oldim. Qorni ochlar va homiladorlar meni kechirasizlar agarda ishtahanglarni ochib o'rgan bo'lsa. Bu yerda faqat ramyon emas, pitsa, kimbap shunga o'xshash narsalar ham bor ekan. Bu joyga men yana qaytib kelamanmi? Ha, albatta yana qaytib kelaman. Qayta kelaman chunki menga juda ham yaqin joyda joylashgan Sergeli Yangi Hayotda Golden Life degan targ'ibot sentrda birinchi etajda joylashgan ekan.